Endilikda bir kunda 12 ming rubl evaziga kirdi chiqdi xizmatlarini taklif etishingiz mumkin. Oybek, uka, xalq to'ylarida necha marta aytaman, uka, 12 ming rublda mashinada ham olib kelishadi. Onasini emsin 12 ming rubldan emas, 18-noyabrga 11.500 rubldan O'zbekiston fuqarolariga kirdi chiqdi xizmatlari samolyotda mavjud. Mashinada 12 ming rublga borib kelgandan ko'ra jigar qarang 11.500 rublga samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansa bo'ladi. Ham cho'ntagiga foyda bo'ladi. Undan tashqari ham ishlagan kuniga foyda bo'ladi, ham yemoq ichmoqdan anchagina foyda qiladi. Agar mashinada boradigan bo'lsa 3 kun umri o'tadi. Yeb ichmog'iga rasxod qiladi. Men o'z hisoblab ko'ringki, qaysi biri qulay bo'ladi. Всё хорошо, понятно. Qayerga обращаться qilish kerak buning uchun? Murojaat uchun +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaymi-ki, Tojikiston fuqarolariga-chi o'zi hozir gransiyaga borsa 3 kun 4 kunlab nizashda bekardan bekar ushlab turibdi-da. Tojikiston papesh deb yozadigan jigarlarimizga-chi bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatlari, VIP xizmatlarimiz mavjud. Bemalol murojaat qila olasizlar WhatsApp raqamlariga. Ahlan va sahlan.